Xullas, men har teshikdan chiqib, men introvertman va introvert bo'lish qiyin deb nolib chiqadigan odamlar qatorida emasman. Men introvertman, menga na qiyin va na oson. I plus menga vashe poyebeshin. Keyin introvert bo'lish nimagadir bir vaqtlar yomon trend bo'lib ketgandi. Odamlar ozgina yolg'iz qolib ketsa ham, "Voy, blin, men boru introvertman" deb ketishaverishardi. Onasini hamsi introvert odam umuman muloqotni yoqtirmaydi-da. Tem bole internetga chiqib olib introvertligi bilan maqtanishmaydi. Balki aksincha introvertlar o'zlarini introvertliklari uchun ayblashadi. Sababi introvertlarda odamlar bilan oddiy muloqot ham katta muammolar tug'diradi. Keyin bu alomatlar asosan tug'ma introvertlarda kuzatiladi. Sizlar aytishingiz mumkin, bu bilet kasallikmi desam, uni tug'ma bilan orttirilganga achatasan deyishingiz mumkin. Va men aytaman, daydite naxuy. Bu meni shaxsiy kuzatuvlarimdan kelib chiqqan gap. Va bunday qarorga kelishimga sababchi shaxs bu meni urush uchun tirik gurusham, ya'ni ukam. Xullas, men bilan ukamga ota-onamiz bir xil tarbiya berishgan, bir xil ovqat, bir xil muhit yaratishgan. Hatto menga ko'proq sababi men ukamga nisbatan bog'chaga borganman. Lekin bilasizmi nima? Ukam ekstravert, men esa introvert. Bu qanaqadir g'alati narsadek ko'rdim va har bir dalboyob o'smirdek hammasiga ota-onamni ayblay boshladim. Xuddiki ular bilib, spetsialni meni uyga tiqishgan, ko'chaga chiqarishmagan va otamning ishi sababli biz bir joyga yashamaganmiz. Suda xullas tipichniy noshukur o'smir. Realni agar qandaydir qilib vaqt mashinasi bo'lib men 2 yil orqaga qayta olganimda o'zimni yaxshilab urib, keyin ketidan yaxshilab so'kib va o'sha qiz senga namyoq berganini aytib, keyin yana notcoin bosishim kerakligini aytib va dalboyobligimni qaytadan eslatib orqaga qaytgan bo'lardim. Men noshukurman va hozir fikrlab ko'rsam introvertligimga o'zimning xarakterimdan boshqa hech narsa sababchi emas ekan. Sababi ukam gijjalari ko'tiga tushgandek bir joyga o'tira olmasdan ko'chaga chiqib ketganda, men o'tirib olib Ladybug super ko'tni ko'rib o'tirardim. Orttirilgan introvertlik ham bo'ladi. U ko'pincha yoshlikdagi travmalardan bo'lishi mumkin. Misol, hamma sizni kamsitsa, bullying qilishsa va shunga o'xshaydigan voqealar bo'lsa, odam o'zini o'zi yopa boshlaydi va natijada sun'iy ravishda introvertga aylanishi mumkin. Va bilet, meni yoshligimda bunaqa voqealardan juda ko'p bo'lgan. Misol uchun, 5-sinfda jismoniy tarbiyada skazalka uchish kerak bo'lgan va butun sinf stroyga turganda, men esa chiqib, endi skazalka uchaman deb boshlaganimda tirikom tushib ketgan va butun sinf menga qarab o'tirgan. U qizmidi, erkakmidi, o'g'ilmidi, dachi jismoniy tarbiya ustozimiz ham menga qarab kulib o'tirganda, qarochi. Dahshat travma bir yoshlikda bir eslab o'tdik va yana 4-5 marta ko'tim kattaligi uchun burib yirtib o'rganman. O'sha yerta bilan doskaga chiqqanman. Xullas shunaqangi voqealar bo'lgan va natijada menga bunaqa voqealarga qarshi immunitet ham hosil bo'lib ketgan. Keyin orttirilgan introvertlik degan gap psixologiyada yo'q. Buni o'rniga har xil qiyin terminlar bor. Misol, siz odamlar oldida hayajonlansangiz, bunga bir termin bor, yoki odamlar bilan gaplashganda qo'rqsangiz, bu bilet sotsiyofobiya va boshqa balo-batarlar. Baribir bu terminlarni bilishingiz kerak emas va meni kommentga kirib dushnet qilishingiz ham kerak emas. Keyin agar o'zingizni psixologik termin bilan adabiy, o'zingizni aqlli ko'rsatishga harakat qilib aytmoqchi, nomlamoqchi bo'lsangiz, bunga muammo yo'q. Shunchaki GPT degan narsaga o'zingizga kirib, o'zingizni holatingizni tushuntirasiz, sizga diagnoz qo'yib beradi va keyin yuraverasiz o'zingizni kasal deb, kayf qilib. Shu uchun men terminlar bilan emas, orttirilgan introvertlik deyman. Bu sizni tushunishingiz uchun ham yaxshi va undan tashqari meni kanalim ilmiy ommabop emas. O'zbekistonda har ikkinchi o'zidan chala olim yasab olgan. Xuddi boshqa mavzu yo'qdek ilmiy nimalardir tushuntirishadi va bu yoqqa xalq ham yebat men rivojlanyapman. Endi 5 sekunddan keyin esimdan chiqib ketayotgan informatsiyani bergan blogerni men saviyasi baland inson va yangi avlod jadidi deyishim kerak be. Qisqasi, mavzudan uzoqlashib ketdik. Bu to'g'risida alohida video qilishim kerak. Xullas, men har safar ekstravert odamni ko'rsam havasim keladi. Ularda hamma narsa bor-da, ularni eshishardi, ularda xarizma bor, ular muammolarini hal qilishlari tezroq bo'ladi va hammaga yoqishardi. Bu realni kayf narsa bo'lsa kerak. Bilmadim, men ekstravert bo'lib tug'ilmaganman. Ekstravert bo'lishga harakat qilganman va bilasizmi nima? Aynan 10-sinfda bozorda sinfdoshlarim bilan yurganimda o'zimga bir narsa olishim kerak edi va magazindan prosta kirib o'sha narsani so'raganman va brat ham o'shanda 20 ming so'm degan edi. Men esa, aka arzonroq qilmaysizmi desam, aka yo'q degan edi va bilasizmi men nima qilganman? Men narsani 20 mingga olib chiqib ketaverganman va bilet sinfdoshlarim ustimdan pizdes kulishgan va keyinchalik ham buni eslatishgan va aynan o'shanda ichimda o'ylaganman. Men nimaga savdo qilmadim? Tortishmadim, nimaga boshqalar meni past deb o'ylashmasliklari uchunmi? Yopparasida teskarisi bo'ldi-ku. Tortishmaganim uchun meni ko'proq masxara qilishdi. Nimaga bunaqa bo'ldi degan xayollar meni tark etmadi va aynan o'sha kundan boshlab men o'zgarishga ahd qilgan edim. Keyin sekin-sekin o'zim jamoat joyida ikki dunyoda ham qilmaydigan ishlarni qila boshladim. Va bu real qiyin edi. Siz o'zingiz ichingizdagi baryerni buzish bu realni qiyin narsa. Masalan, to'yda sahnaga chiqib o'ynash, ko'chadagi random qizga gap otish eshitish bu qonun bilan taqiqlangan. Agar qiz ariz yozib yuborsa, pizesiz chiqishi mumkin. Ko'chada naushnik taqib yurish, hamma naushnik taqib yurishga ham qo'rqadi
boqar edim yoki uyalar edim. Va shunga o'xshaydigan ko'pchiligingiz uchun kundalik va hatto ahamiyat ham bermaydigan ishlaringizni bajarish uchun men anchagina o'zim bilan o'zim kurashgan edim. Aynan maktabda sinf bilan tushirilayotgan rasmlarga kamdan-kam tushayotgan bola universitetga kelib boshqalarni rasmga tushishga chaqira boshladi. Savdolashayotgan vaqt makillab qo'yayotgan bola ming sem uchun talasha boshladi. Ko'chada naushnik taqib yurishga uyalayotgan bola ko'chada bemalol raqsga tusha boshladi. Bunaqa voqea ham bo'lgan edi. Xullas, agar odam xohlasa o'zgarishi mumkin. Siz aytishingiz mumkin, demak sen ekstravert bo'libsan-da. Men esa yo'q deyman. Sababi men bir kun ertalab turaman va ichimdagi sotsial batareyka polni bo'shaganini his qilaman va hech kim bilan suhbat qilgim kelmaydi. Na ko'chaga chiqqim keladi va na do'stlar bilan ko'rishish yoqadi. Va shunaqa vaqtda men iloji boricha yolg'iz qolishga harakat qilaman. Biron serial yoki anime boshlayman va yolg'izlikda kuni bilan faqat o'zim bilan o'zim qolaman. Bunaqangi holat bir kundan bir necha haftagacha davom etishi mumkin. Va nimaga bunaqa bo'lishini tushunmayman. Odatda shunaqa vaqtlarda men o'zim bilan o'zim gaplashaman. Men o'zim bilan o'zim gaplashib turaman. Ko'p yillik yolg'izlik baribir o'zini ko'rsatadi. Va agar siz meni psix desangiz, men sizlarga "Dadite naxuy, menga bu mashg'ulot kayf beradi" deyman. Va video uchun ko'p ideyalar ham shunaqa suhbatlar orasida kelib qoladi. Va aynan meni fikrlarimni o'zimdan boshqa hech kim eshitmaganligi uchun ham men blogerlikni boshlaganman. Va keyin men YouTube'da 2022-yildan buyon borman esishto. Men haqimda kelajakda 100 ta fakt video qilmoqchi bo'lsangizlar, bu informatsiya sizlarga kerak bo'lib qoladi. Tam erta eshitasizlar, shu gap gapirgan deysizlar, lekin hozir 28 obunachim bor, iltimos pastga tushib obuna bosib qo'yinglar. Onasini ham sim biladi. Men ham ko'proq prosmotorlik bo'lay, ko'proq podpischiklik bo'lay. Keyin ambivert degan turi ham bor ekan bu ekstravert va introvertlarning. Ambivertlar bu ikkalasini birlashmasi emish. Va siz aytishingiz mumkin, bo'lmasa sen bu yuqorida aytganlaringni analiz qilib ko'rsak, sen ambivertsan deyishingiz mumkin. Men esa sizlarga aytaman, ambivertlar o'zlarini yolg'izlikda ham, odamlar orasida ham komfort his qilishadi. Va ayrimlarimiz uyda o'zlaringiz o'tirsangiz, yuraklaringiz qisib ko'chaga chiqib ketganlaringiz keladi-ku, ko'p ana shunaqa holat bo'ladi-ku. Bu degani bilasizmi nima degani? Bu degani siz extravert learning ambivert degansizlar. Ingliz tilim pizdesda meni. Uzr so'rayman, ming bor uzr, eslashda so'kinganim uchun emas, ingliz tilim uchun. Extravert learning ambivert degani menga GPT aytishi bo'yicha, siz ambivertsiz, lekin ekstravertligingiz kuchliroq degani. Ya'ni siz ambivertdan ko'ra ekstravertga yaqinroqsiz, lekin ja ekstravertdan emassiz degani. Men esa GPT dan test o'tdim va o'sha yerda men introvert learning ambivert ekanman. Xullas, men 60% introvert ekanman, eslashda 30% ambivert ekanman va tam 5-10% ekstravert ekanman. Onasi bu aniq edi-ku, naxuy test o'tdim bilmayman. Okey, videoda tem tushib ketdi, chota seriozlashib ketdik. Xullas, men bu gapni aytaman deb o'ylamagan edim, lekin men Yaponiya yoki Yevropa davlatlarida tug'ilmasam, aynan O'zbekistonda tug'ilganimga shukr qilaman. Sababi bizda introvertlikka salbiyroq qarashadi. Va to'g'ri, bu xarakterning bir qismi va bolani o'z holicha qo'yish kerak. Lekin men 18 yoshlik konservativroq fikrlaydigan bola uchun bu yaxshi emas. Biz o'zbeklar ekstravert xalqmiz. Bizda to'y, hasharlar, ma'rakalar, hayitlar, xullas odamlar yig'laydigan hodisalar juda ko'p. Xullas, zamonaviy tilda networking bizda xalqda anchagina yaxshi rivojlangan. Va agar sen xalqdan ajrasang, sen hech kim "Voy, bu odam introvert-da, uni tinch qo'yishimiz kerak" demaydi. Balkim bu odam yovvoyga o'xshab uyga kirib olganini qarab, bir odamlar qo'shilib yurmaydimi deyshadi. Va bu gapni men juda ko'p eshitganman. Uyga qarindoshlar kelishsa, ko'pincha men oshxona yoki boshqa xonada o'tirishni ma'qul ko'raman. Lekin onam yoki xolam kelib, "Nima yovvoyga o'xshab turibsan? Kir bir o'zimiznikilar hamma bir gaplashib, bu narsa yeb o'tirmaysanmi?" deyshadi. Bu menga yoqmaydi, lekin aynan shu odatlarimiz uchun bizda xalqda qarindoshlik rishtalari kuchli. Daji silishkim. Yaponiyada esa teskarisi, ularning xalq introvertlikka moyilligi balandroq va hatto kuchli introvertlar uchun alohida terminlar ham bor. Attakular. Ular haqida anime musur videoyimda ozgina ma'lumot berib ketganman. Qisqasi, yaponlar haqida gapiryapmiz, demak anime haqida ham gapirishimiz kerak. Animeshliklarning katta qismi introvert hisoblanishadi. Bunga sabab anime yaratuvchilar bilishadi. Ularning asosiy auditoriyasi introvertlar va shuning uchun introvertlarga mos, introvertlar xohlaydigan, introvertlar kutaydigan animelarni ishlab chiqarishga harakat qilishadi. Misol, bitta kichkinagina animeni syujetini ko'rib chiqamiz. Xullas, sen 30 yoshdasan, sen bokersan, holi qiz bola nimaligini bilmaysan, kuni bilan uyda o'yin o'ynaysan, anime ko'rasan, xullas hayoting introvertlarga mos hayot va ko'chaga chiqasan, babax mosh urib ketadi, sen fantaziya olamidasan, fantaziya olamiga kayf qilib yuribsan, hamma qizlar saniki o'sha 12 yoshda, o'sha pizdessan, kuchlisan, yenisan, qaysi anime haqida gapirayotgan animeshliklar bilishadi, deydi naxuy. Keyin yaqinda chiqqan anime ham bor, u vashye juda ham mashhur bo'lib ketdi. Xullas, sen kuchsizsan, sen yurasan, birdan kuchli bo'lib ketasan, pizzat esan, hammasini yaxshi ko'radi, hamma qizlar saniki. Короче, o'sha konsepsiyan shuni o'ylayingiz, qanaqa bo'lishini. Va buni hammasi mashhur animelar, eslashda buni prям millionlab odamlar ko'rishadi bunaqa animeni. Xullas, menga yoqmaydigani bu personajlarni olib avatarkasiga qo'yib olishadi-da, tak o'tirishadi. Man Sonjin Woman, man bilat woman, man ayala kochi manipulyatorman, bilat man pizdatiman, seksualniman, o'z onasini ham ko'chaga chiqsa, bironta odam olay bo'lsa, makillab qoladi, yana bu o'zicha bilat manipulyator Pro Max naxuy.
Bila, o'tlab ketdik, uzoqlashib ketdik. Mavzudan orqaga qaytamiz, introvertlikka qaytamiz, o'zgarganligim haqida qaytamiz. Xullas, men o'zgarishimga juda katta sababchi, ta'sir qilgan odamlardan biri bu otam hisoblanadi. Sababi odamni majburlab to'yga aytib, hasharga aytib odamlarga qo'shilasan, ishlaysan, bularga yordam berasan, deyish faqat O'zbekiston otalarining qo'lidan kelsa kerak menimcha. Sababi boshqa davlatlarda bolalar yo'q ota. Men unday qila olmayman. Men odamlar orasiga o'zimni uncomfortable his qilaman, deyishi mumkin. Men agar xuddi shu gapni aytsam, otam oldin chap qulog'imdan yumshoqqina shapaloq uradi, keyin 30 minutlik leksiyani o'ng qulog'im bilan eshitaman, zato bir qulog'imdan kirib ikkinchisidan chiqib ketmaydi. Ayrim introvertlar networking kerak emas, yolg'izlik yaxshi deyishi mumkin, lekin bunaqa odamlarga networking muhim narsaligini isbotlaydigan bir inson borligini aytmoqchiman. U inson networking qobiliyatlari bilan juda ko'p ishlarni bajargan va o'zini orzulariga erishgan. O'ziga shaxsiy samolyot va orol ham sotib olgan. Uje sezgandirsizlar, men Epstein haqida gapiryapman. Va ikkinchi argument inson sotsial jonzotligi. Biz tur sifatida nimjonmiz. Evolyutsiya bizni shunday yaratgan va biz faqat birlashib o'zimizdan kattaroq xavflarni yenga olganmiz. Va hayotda ham ko'p narsaga erishish uchun networking juda kerakli skill hisoblanadi. Va oxirida muhim eslatma. Bilet, uyga sasib, anime ko'rib, bilet o'yin o'ynab yotavermasdan ko'chaga ham chiqib turish kerak. Zombi yibanne bilet.